Sharqning dushmani. Portugaliya 1813-yil Napoleonga qarshi yurishda Wellington qo'shinga biroz dam berishni ma'qul ko'rdi. Biroq ikkala harbiy qo'shin o'rtasidagi maydonda, ya'ni Shimoliy Portugaliya tog'larida hech kimga bo'ysunmaydigan kuchlar mavjud edi. Janob, qornim och. Ozroq yegulik bering. Janob. Bemaza. Olg'a do'stlar. Olg'a. Cherkovni tekshiring. Sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Fartingdale xonimni kuzatib boryapmiz. Kim u Fartingdale xonim? Janob, men e'tiroz bildiraman. Cherkovdan bu bosqinchilarni chiqaring. O'ldir ularni. Janob, Fartingdale xonim, u uchun yaxshigina pul undirsa bo'ladi. Lord Fartingdale baxtli odam, shundaymi, marshal? Bo'lishi mumkin. Ammo bu yopilg'ich taomni asl mazasini berkitib turgan quyuq qaylaga o'xshayapti. Kelli, uni kiyimini yech. O'zim yechinaman. Xonim, eringizni to'liq ismi nima? Janob August Fartingdale. U generalmi? Xuddi siz kabi polkovnik. Xonim, tilingizni tiying. Agar chindan ham xonim bo'lsangiz, menimcha portugaliyalikka o'xshayapsiz. Mana nikoh uzugim. Unda ismlarimizni bosh harflari o'yib yozilgan. How long you been married then? So'zimni isboti. So the shine's still on it, eh? Cherkovda nima qilyapsiz? Men bu yerga ibodat qilib, Tangridan farzand so'ragani keldim. I came to pray for a child. Lord Farthingale still firing blanks, eh? Never you mind, missy. I'll give you a full-blown belly by sundown. Xonim, eringiz boymi? Judayam boy. Siz uchun qancha pul to'laydi? Ko'p pul to'laydi. Ko'ramiz. Agar do'stim Hexfield sizga yordam bersa qancha to'laydi? Hech qancha. Oltinlarni qo'limizga olmagunimizcha, unga va kecha topgan xonimga ham qo'lingni tekkizma. O'zingga tushlik uchun boshqa tovuqcha izla. Tushundingmi? Bu meniki. Uni mehmonga olib boring. Inglizlar ittifoqdoshlariga shunday munosabatda bo'ladimi? Xonim, biz hech kim, na inglizlar, na fransuzlar, na portugaliyaliklar bilan ittifoqdosh emasmiz. Biz o'zimiz uchun jang qilamiz. Xonim,
Kechki ovqatni men bilan birga qilsangiz, siz uchun jo'jani yog'da sarimsoq bilan qovuraman. Qizil sharob ichamiz. Juda ajoyib bo'ladi. Xayrli tong, janob. Menga garov evaziga pul talab qilib, xat jo'natishibdi. Bu ifloslar oltinlarni Sharp olib kelishini talab qilishyapti. Nega endi aynan Sharp? Aqlimga sig'dira olmayman, janob. Nerin, unda aniqlashtiring. Nega sizni harbiy maxfiy xizmati boshlig'i etib tayinladim? Bu men tushunmaydigan ikki savoldan biri. Ikkinchisi, nega siz qirol otliq qo'shinlari orasidagi do'stlari yordamiga ishonib Angliyadan Ispaniyaga shuhrat izlab kelgan beandisha janob August Fartingdale uchun qayg'uryapsiz? Xayriyat, August haqida nimadir bilar ekansiz. Kelganiga bor yo'g'i 6 hafta bo'lmay, u yaramas yosh xotinini shimoldagi chegara qishloqqa cherkovga jo'natdi. O'g'ri qaroqchilar xotinini tutib olib, tovon to'lamasa o'ldirishlarini aytishdi. Uni puli ko'p, janob. O'zi borib muammoni hal qilsin. Nerin, bu xat bugun Londondan keldi. Zoti oliylari janob Avgustni Portugaliyaga maxsus harbiy elchi etib tayinlagan. Ular bizni ittifoqdoshlarimiz. Bizga biror narsa kerak bo'lsa, janob Avgustdan so'rashga to'g'ri keladi. Ey xudoyim. Janob Avgust bir soatlarda shu yerda bo'ladi. U xotinini qanday qaytarmoqchi ekanimni bilishni istaydi. Eshityapsizmi? Eshityapman, janob. Meni diqqat bilan eshiting. Fransuzlarga hujum qilish kunini kutib turibman. Menga portugallar kerak. Lissabonda menga har qanday do'stlik kuchlari kerak bo'ladi. Bu masalada menga faqat janob Avgust yordam beradi yoki xalaqit beradi. Ehtimol janob Avgust xotinini qaytarishni mendan talab qiladi. Men esa sizlardan talab qilaman. Sizchi, Nerin? Men esa kapitan Sharpdan. Barakalla, Harper. Perkins! Orqaga! Orqangdaman! To'pni bering, yo'qsa sizni o'ldiramiz. Tura qol. Hammasi joyidami? Media.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Ramon, mehribonim. Ey, serjant. Polkovnik. Ey xudoyim. Yigit, tur. Turmang, janob, turmang. Boryapman, polkovnik. Mana keldim. Janob, yaxshimisiz? Isming va unvoning? Serjant Patrik Harper, 95-o'qchilar bo'linmasidan. Janjallashganingizni ko'rdim, serjant Harper. Zobit qarshisida janjallashga qanday jur'at etding? Kechiring. Ehtimol tasodifan og'zimizdan chiqib ketdi. Bu yovvoyilar kim? Maxsus topshiriq jangchilari, janob. Shuning uchun ular jasorat ramzi bo'lgan oq bog'ich bog'lab yurishadi. Yaqinda bu bog'ichdan mahrum bo'lishadi. Sen ham, serjant Harper. Wellingtonni ko'rsam, barchangizni beadab xulqingiz uchun jazolashini aytaman. Tushundingmi? Janob, uzr so'rayman. Ularga men buyruq berdim. Siz buyruq berdingiz? Kimsiz ularga buyruq berasiz? Zobitman, janob. Zobitmisiz? Ha, janob. Sharp, 95-o'qchilar bo'linmasi kapitani, janob. Sharp. Ha, Lissabonda siz haqingizda eshitgandim. Wellington oddiy askarlikdan ko'targan zobit Sharp sizmisiz? Ha, janob. Men doim bunga qarshi bo'lganman. Hozir esa bunga iqror bo'ldim.
Wellington bilan uchrashganimizda sizni xulq-atvoringiz haqida gaplashaman, Sharp. Wellington shtabidan mayor Nern. Siz janob August Fartingdale bo'lsangiz kerak. Shundaymi, janob? Ha, xuddi o'zi. Zobitlaringizni birini xulq-atvoridan shikoyat qilmoqchiman. Janob Wellington xatda yozganlaringizni yupatish uchun sizni sabrsizlik bilan kutyapti. Oldin men yuvinib, kiyinib olishim kerak. Meni chodirim qayerda? O'ngda, oxirgidan oldingisi. Siz uchun suv isitib qo'yishlarini buyurdim. Polkovnikni ko'rdingmi, Sharp? U seni mayor qilish uchun keldi. Ishonmaysanmi? Yo'q, janob. O'ng qo'limni ko'tarib qasam ichaman. Siz chap qo'lingizni ko'tardingiz, janob. Qasam ichaman, Sharp. Mayor bo'lish imkonini qo'ldan chiqarding demoqchimisiz? Ehtimol hali imkon bor. Soat 7 da Wellingtonning chodiriga bor. Nega? U meni xulqimdan shikoyat qilsa nima deyman? O'zingni haqiqiy erkaklardek tut. Xushomad qil, yolvor, jahlingni ichingga yut. Raketachilar bo'linmasidan otlarni qanday olishni o'yla. Janob, balki omadim kelib, raketalardan biri meni bo'laklarga bo'lib Tangri huzuriga jo'natar. Bu kayfiyat menga yoqdi, Sharp. Nihoyatda ajoyib, leytenant. 10 marta o'q uzish. Har safar xato. Iltimos, janob, so'nggi o'q. Leytenant, to'g'risini aytsam, quloqlarim bitib, ust kiyimlarim iflos bo'ldi. Boshqa o'q uzishni ko'rishni istamayman. Bo'pti, yaxshi. Oxirgi o'q. Agar yana xato otsangiz, otlaringizni olib ketamiz. Pat, yur. Xo'p, janob. Qayerga ketyapsizlar? Tinch joyga. Otxonaga. Raketachilar, o'qlang. Pat, bayroqni ko'rsat. Badaxozda serjant Billy Smith bilan tanishgan edim. U ilgari mana shu Kongriva raketalarni ishlab chiqaradigan joyda Shorncliffe kampga xizmat qilgan. Xo'sh, Uni aytishicha, raketalarni uchirish yaxshi. Ammo ular sen tomonga uchib kelsa juda yomon ekan. Xayrli kun, yigitlar. xayrli kun, Tereza xonim. Richard qayerda? Otxonada. Raketachilar, shaylaning. Tereza, qayt. Yoqing. Nari keting. Tereza! Salom, Tereza xonim. Xayr. Gillianga ayt. Biroz tanaffus qilsin. Hozircha otlar unda qoladi. Xo'p, janob. Seni sog'indim. Qizimiz yaxshimi? Antoniya qalay? Erkin, katta bo'lib qolgan. Onasi singarimi? O'ziga jalb qiladigan nima bor unda? Ko'zlari. U hamma narsani ko'radi.
Janob, bu Sharp 5 daqiqa kech qoldi. Ertalabki xulq-atvori uchun uni jazolashingizni so'rayman. Nima? Nerim bilan kitobingizga qiziqib ketibmiz, kechirasiz, polkovnik. Ispaniya hududida yosh zobitlar uchun harbiy amaliy ko'rsatmalar. Polkovnik, tabriklayman. Siz bu kitobni Ispaniyaga kelishdan oldin yozgansiz. Bu o'zingizga bo'lgan ishonch belgisi. Tabriklayman. Haqiqatdan ham juda ham ajoyib, janob Avgust. Menga bildirilgan iliq so'zlaringiz uchun minnatdorman. Ammo fikr-u xayolim xotinimda. Janob, Xayrli kun, janob. Xayrli kun, xonim. Sizlarni tanishtiray. Bular Lissabondagi qirolning harbiy elchisi janob Avgust. Bular esa ispan partizanlari komandiri polkovnik Moreno. Rejalashtirilgan harbiy harakatlarimizda ishtirok etadilar. Kapitan Sharp 95-bo'linmadan. Tanishganimdan xursandman, xonim. Kapitan Sharp bilan tanishmiz. Sharp kechikdingiz. Kechikkanlarni yoqtirmayman. kechirasiz, janob. Raketalar bo'linmasining nazorati 1 soatga cho'zilib ketdi. Sharp, menga otlarini qaytarmaganingiz uchun noroziman. Raketachilar eplashadimi? Nima deb o'ylaysiz? Mo'ljalni aniq olish qiyin bo'ladi. Biroq ular yordamida dushmanni jangovar ruhini sindirsa bo'ladi. Raketa tovushi juda dahshatli. Cho'chib ketdingizmi? Janob, karaxt bo'lib qoldim. Kapitan Sharp, tovon pulini eplab olib bora oladimi? O'q ovozdan qo'rqib qochib ketmaydimi? Bu ahmoq kim? Bu yerga kapitan Sharpni raketachilar to'g'risidagi fikrini eshitish uchun kelmadim. Janob, xotinim nima bo'ladi? Tovon pulini olib keldingizmi? 500 oltin giney. Yaxshi. Qaroqchilar oltinni aynan Sharp olib kelishini talab qilishgan. Qiziq, nega? Ehtimol oddiy askar bo'lganida ular bilan tanish bo'lgandir. Oddiy askarga unvon berish mana shunday bo'ladi. Shaxsan men bunga qarshiman, janob. Janob, gapirishga ruxsat eting. Balki janob Avgust haqdir. Qaroqchilardan biri ilgari meni bo'linmamda xizmat qilgan bo'lishi mumkin. Askarlarga qattiq qo'l bo'lganman. Shuning uchun ular men bilan hisoblashib, o'ch ham olmoqchi shekilli. Agar janob Avgust menga ishonmasa, chetga chiqaman va o'zi oltinlarni olib borsin. Janob, agar siz ruxsat bersangiz, Sharpni vositachi bo'lishiga men roziman. Unda boshlang, Nerin. Biz mana bu yerdamiz. Arados bu yerda. Oradagi masofa 3 kunlik tog'li yo'l. Ispanlar bu joylarni o'tish darvozasi deb ataydi. Chunki bu yerda Portugaliyadan Ispaniya chegarasiga o'tish nazorat qilinadi. Bizning soqchilar oltinlarni mana bu daryogacha olib borishi mumkin. Daraxtda qora bayroq bor. O'sha yerda soqchilar qoladi. Qolganiga Sharp o'z odami va shaxsiy quroli bilan o'zi ketadi. Sharp, ortiqcha harakatlar qilma. Yo'qsa ular Fartingdel xonimni o'ldirishlarini aytishdi. Va hokazo. Sharp, nima deysan? Kun chiqishi bilan yo'lga chiqamiz. Polkovnik, siz nima deysiz? O'zim bormoqchi edim. Yo'q, janob, bu itlar sizni garovga olib, tovon pulini oshirishi mumkin. Ha, mayli, shunday bo'la qolsin. Biroq meni kapitan Sharp va uni odamlarini beadab xulq tashvishlantiryapti. Rafiqam nozik xonimlardan. Kapitan Sharpga u amal qilmaydigan axloq qoidalarga amal qilishini tushuntirishingizni talab qilaman. Iltimos. Janob, kapitan Sharp haqida bunday deyishga qanday jur'at etdingiz? Biz Moreno aslzoda avlodidanmiz. Kim tarbiyali, kim esa sergap mahmadona odam ekanini ajrata olamiz. Sizga maslahatim, tilingizni tiyib yuring. Xonim, qanday jur'at etdingiz? Sharp, janob Avgust haqiqatni gapirdi. Siz va odamlaringiz biroz qo'polsizlar. Janob Avgust zobitlarning xulq-atvori haqida kitob yozgan. Kechqurun uni o'qib chiqing. Unda yaxshi maslahatlar yozilgan. Quloq soling. Askarlar safni buzmay, gaplashmay, to'g'ri yurishi lozim. Albatta buni kechqurun odamlaringizga o'qib bering, janob Sharp. Hatto yovvoyi otlar ham meni to'xtata olmaydi. Otlar to'g'risida gapirma, Sharp. Boshsizlar. Agar erkak bo'lganingizda
Sizni duelga chaqirib o'ldirgan bo'lardim. U hazillashmadi, janob. Ehtiyot bo'ling. Negaligini so'ramang. Men xavf ostidamanmi? Polkovnik Avgustni chodirga kuzatib qo'ying. Sog' bo'ling, janob. Sharp o'zini yaxshi tutdi. U mayor bo'lishni istaydi, janob. Xonimni qaytarishlariga kafolat bormi? Yo'q. Oltinlarni olishlari bilan uni o'ldirishadi. Faqat Sharpga achinyapman, xolos. Qarab tur. Qayerga ketdi? To'xtaginchi. Mana u. Bora qol. And the bird it did fly out just above her lily white wing. Here's a health to the bird in the bush. Here's a health Yo'q, Harper, yo'q. for we've tarried here all day to drink down the sun. Let us tarry here and drink down the moon. Iching, o'qchilar. 95-bo'linma. Ajoyib. Jang maydoniga birinchi kirib, oxiri chiquvchilar. Yigitlar, quloq soling. Askarlar issiq havoda mahalliy ayollar bilan gaplashmasligi kerak. Harper, Ramona farzand kutyapti deb eshitdim. Bu hali sir edi. Rahmat. Ota bo'lish hissi ajoyib ekan. Menimcha ham shunday. Garchi yaxshi ota bo'lmasam ham. Faqat farzandingga men ismimni qo'yma. Yo'q, qo'ymayman. Janob, Fartingdalening chodiriga qarang. Fartingdale? Nima farqi bor? Siz haqingizdan ma'lumot olish uchun pulini so'rayapti. Hatto mendan siz va Tereza xonim haqida so'radi. Sen nima deding? Tereza xonimni qattiq sevishingizni aytdim. U buni eshitib suyundi va menga kumush tanga berdi. Endi boyman. Yaxshi. Uni Ramonaga ber. U bunga arziydi. Xayrli tun. Xayrli tun, janob. Xayrli tun, Tereza xonim. Yaxshi dam oling. Xayrli tun, Harper. Yigitlar, chodirlaringizga kiring. Janob Sharp xotini bilan yolg'iz qolishiga imkon bering. Tez bo'la qoling. Janob Avgustning kitobi o'rniga sizga Volter va Markiz de Sade kitobini beraman. Ma, ola qol. Lekin keyin qaytar. Albatta. Xayrli tun, janob. Xayrli tun, Haris. Xayrli tun. For all birds of one feather, they should always lie together. Let the people say little or more. Christmas in 2 weeks. Too cold to take it off, isn't it? Take it off in bed, eh? I hate that fellow Farthingdale. He misses his wife, that's all.
Feel the same way about you sometimes when you go off. Feel that way about little Antonia now. Miss her. She must be very beautiful. His wife. Beautiful? How do you know? Well, because he was happy. You were mad about me. He's afraid you would fall in love with his wife. You have a mind like a rocket, Teresa. Too fast for me. I never know where you'll land. But is it true that you are mad about me? Harper's a bit hard of hearing. I said I was mad at you. No wonder Harper was so happy. Because he will get a child? No. Because he got a shilling. Impossible. Izabella, u yerda nima bo'lyapti? Yaxshisi u yerga qarama. Qo'rqma. Men fransuz polkovnigining xotiniman. Biz urush boshlanmasdan oldin tanishganmiz. U do'yrak inson. Bilaman, yaqinda meni olib ketgani keladi. Men esa ingliz polkovnigining xotiniman. U qo'rqoq. Aslo ortimdan kelmaydi. O'qchilar, rafiqamni qutqarib sog'-omon keltirsangiz, har biringiz giney olasiz. Agar xulq-atvoringizdan shikoyat qilishsa, jazolanasiz. Albatta, janob. Ishga kirishing, kapitan Sharp. Sen hali ham unga achinyapsanmi? Ketdik, Harper. O'qchilar, qurollarni tushiring. O'ngga. Olg'a. Farewell and adieu to you, Spanish ladies. Farewell and adieu to you, ladies of Spain. For we've received orders to sail home to England. But I know in some time we'll return once again. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. The first in the field and the last from the fray, when Bonaparte's armies are banished and beaten, they'll talk of the 95th winning the day. Perkins. Kelly, menga ber.
Yonimga xush kelibsan, Sharp. Ruxsat berilmaydi. Uni olib borish kerak. Fransis, rahmat. O'qchilar singari uni chap qo'lda olib yurish kerak. Perkins, eshityapsanmi? Haris Walterni kitobini nega o'qishini endi tushundim. Tingla. Ce n'est pas pour les gros bataillons, mais pour ceux qui tirent les murs. Tangri katta qo'shinga emas, mohir o'qchilarga yordam beradi. Baqachalar uchun yomonmasa? Richard, ertaga qaroqchilar Fartingdale xonimni qaytaradi deb o'ylaysanmi? Albatta qaytarishadi. Oltinlarni olishlari bilan qaytarishadi. Yolg'on gapirishni bilmaysan. Senga sadoqatli bo'laman. Agar xiyonat qilsam, tezda sezib qolasan. Flanders, Portugal, and Spain. King George commands and we obey. Over the hills and far away. Men ko'rganlarni sen ham ko'ryapsanmi? Ha. Gohida bularni ko'rgandan ko'r bo'lganim yaxshi deb o'ylayman. Menimcha bu butun qo'shin. Men buni aytmayapman. Ust kiyimlariga qara. Ey xudoyim, bu yerda fransuzlar ham bor-ku. Hatto ispanlar va portugallar ham bor. Agar bu haqda eshitsa, biz harbiy qo'shin bilan xayrlashsak ham bo'ladi. Want to see a bit of fun, ladies? Get down.
Sharpni o'ldirmaydi degan umiddaman. Nega? Uni o'zim o'ldirmoqchiman. Oltinlarni qo'lga olmagunimizga qadar kutishga to'g'ri keladi, do'stim. To'g'ri. Bo'la qol Sharp. Sen bu zobitni taniysanmi? Yo'q, u ham meni tanimaydi. Ammo Talaver jangida uni yonida edim va fransuz burgutini olganini ko'rgandim. U meni esla olmaydi. Zobitlar oddiy askarlarga e'tibor berishmaydi. Shoshma. Inglizcha gapirishni bilasanmi? Ha, bilaman, bosqinchi. Oltinlar kerak emasmi? Bosqinchi? Sen meni bosqinchi deyapsanmi? Senga o'xshagan itlarni yana nima deb ataydilar? Bosqinchi deganing uchun seni o'ldiraman. Taslimman. Ont ich. Ont ichaman. Men Wellington qo'shini 95-bo'linma kapitani Richard Sharpman. Siz bosqinchi emasmisiz? Bu yerga kelamiz bir xil maqsadda kelganmiz. Bizni mushlashimiz uchun ular ataylab shunday qilishdi. Ehtimol tepadan bizni kuzatib turishibdi. Harper, qo'yib yubor uni. Jan. O'yin tugadi. Oltinlarni olmaysizmi? Katta bo'linma qo'mondoni Michel Dubretonman. Polkovnikmisiz? Inglizchani yaxshi gapirar ekansiz. Meni rafiqam ingliz. Garovga olingan odamingiz bormi? Rafiqam garovda. Ular siz uning eri ekanligingizni bilishadimi? Yo'q. Sharp, seni bu yerda ko'rganimdan xursandman. Do'stim, bering tuzaldimi? Kim u? Uning ismi Hexville. Obadaya Hexville. Bir paytlar u tufayli jazolanganman. Harper ham. Yaqinda rafiqamni o'ldirmoqchi bo'ldi. Uni o'ldirish uchun ont ichganman. Sharp, ispan xotinchang qalay? O'qizishingiz bilan marshal shu zahoti o'ladi. Yo'q, yo'q. Biz do'stmiz. Qo'yib yubor uni. Qo'yib yubor dedim. Do'stlarim, urushmaylik. Keling. Yaxshi ovqatlanamiz. Maylimi? Yuring. Keling. Juda ajoyib. Ismi Denon. O'zini marshal deb nomlagan. U yaxshi oshpaz bo'lgan. Go'shtni suyakdan ajratib, kechqurun qizil sharob va sarimsoq bilan tuzlab qo'yamiz. Keyin uni suvda pishirib, ustiga zaytun moyidan quyib, dasturxonga tortamiz. Juda ajoyib bo'ladi.
Shar, fransuzcha ma'nosiz gaplarni tinglashni bas qil. Ayollarni qaytarishni istasang, oltinlarni menga ber. Eshityapsanmi? Garovdagi ayollar qochishga urinishgandi. Uni qaynoq dazmol bilan dazmollashdi. Juda ham og'riydi. Sharp, xonimlarni ko'rasanmi? Yur. G'alati Sharp. Fransuz baqachi uchun ingliz xotin. Ingliz polkovnik August uchun Portugal xotin. Kulgili-a? To'g'rimi? Japon. Ha. Polkovnik bu sizniki. Lekin bir og'iz ham fransuzcha gaplashmaysiz, yo'qsa u xonasiga qaytib ketadi. Inglizcha gaplashing. Bo'ling. Xonim, men polkovnik Boshonman. Sizni eringiz polkovnik Dubreton bilan tanish ekanimdan mamnunman. U sizga sog'inch salomini yetkazishimni aytdi. Erim sog' salomat degan umiddaman. U sizdan xavotirlanyapti. Sizchi? Polkovnik Boshan, zimistonda yolg'iz gul kabi xazon bo'lyapman. Zimistonda yolg'iz gul kabi. Xonim, eringiz sizni qattiq sevishini boisini endi tushundim. Siz naqadar go'zal va aqlli ayolsiz. Bo'ldi. Endi Sharpni navbati. Augustni xotinini olib kel. O'qchilar bo'linmasi kapitani Sharpman. Meni ismim Isabella Fartingdale. Sizni olib ketgani keldik, xonim. Yo'q, Sharp. Biz fikrimizni o'zgartirdik. Garov pulini 2 barobarga oshirishga kelishdik. To'ladik-ku. Bu xonimlarga 5 kun marhamat ko'rsatganimiz uchun. Sharp, shu yerga 2 barobar oltin olib kelasan. Oltinlarni 2 barobar olib kelsak, xonimlarni qaytarishingga kafolat bormi? Meni so'zlarimga ishonishga majbursan. Agar 1 daqiqa kech qolsang, ularni o'ldiramiz. Pass them around the boys. And a good busting it'll be too. Show them your goodies, my lady. Stripper! Oh, I know you. Do you? Battle of Talavera. Oh, your name in a tick. No names for the fighting squad, Sharpie. Stripper! Let the frogs do it. No! If you want to shame somebody, shame me. Show Sharpie what you've got, my lady. Eyes up, Sharpie, or else I'll flog around the convent. Strip your bodice, missy. My compliments, ma'am. Shall I give your regards to your Ushbu film aslmedia.net sayti tomonidan HD formatga o'zgartirildi. Come back soon, Captain Sharp. And sit sharp. On your way, boy. Take him away! Sizlarga general Wellingtonning murojaati.
Jinni bo'ldingmi? Agar yangi yilgacha aybingizga iqror bo'lib qaytmasangiz, general Wellington barchangizni dorga osishini aytdi. Tushunarlimi? Sharp, senda 5 kun vaqt bor. Meni rafiqam kuchli ayol edi. U ham jazavaga tushyapti. Hatto she'r o'qidi. Zimistonda yolg'iz gul kabi xazon bo'lyapman. Bu she'rni bilasizmi? Yo'q. Yigitlaringizdan so'rab ko'ring, balki birortasi bilar. Nega? Ehtimol bu maxfiy ma'noli gapdir. Rafiqangiz maxfiy gaplarni sizga aytdi, menga emas. Balki Fartingdale xonimni qutqarishingizga yordam beradi. Sizchi? Siz rafiqangizni qutqarishni istamaysizmi? U uchun jonimni berishga ham tayyorman. Lekin boshliqlarim ingliz xonimni qutqarish uchun fransuzlar hayotini xatarga qo'yishimga yo'l qo'yishmaydi. Polkovnik Duberton. Nima qilmoqchisiz, polkovnik? Bu hamrohim. Ketishim kerak. Harbiy unvoni yo'q odam polkovnikka buyruq beradimi? Sizlarda generalga buyruq beradigan mayor yo'qmi? Ehtiyot bo'ling. Bu odam rafiqamni xatarga qoldirgan. Bu odamda nomus yo'q. Ingliz zobit kim? Tanishtirishga ruxsat eting. Inglizcha gapiryapman, Duberton. Ishonchim komil. Bu zobit fransuzchani bilmaydi. Meni ismim Duko. Mayor Duko. Siznikichi? 95-o'qchilar bo'linmasi kapitani Richard Sharpman. Dalaver jangida imperator burgutini o'g'irlab ketgan o'sha Sharpmisiz? O'g'irlab deyish noto'g'ri, janob. Men uni fransuz qo'shini bilan jangda olganman. Omadim kelib uni qo'lga kiritdim. Ketdik, polkovnik. Adradosda ko'p vaqt yo'qotdik. Bu bema'ni reja edi. Bema'ni reja deysizmi? Janob, uni xotinini garovda ushlab turishibdi. U nima qilish kerak? Boshqasini topish kerak. Xotining meni qo'limga tushsa, sen ham shunday qilishing kerak. Tereza Morenoga aytib qo'y. Agar fransuzlar qo'liga tushsa, uni ham shunaqa taqdir kutadi. Murdasan, Duko. Duko, ayg'oqchisan va juda yomon odamsan. Bo'linmaga qaytsam, generalga bu hududlarda fransuzlarning maxsus ayg'oqchisi yuribdi deb aytaman. Agar xotinim seni chegarada tutib olsa, itdek xor bo'lib bo'lasan. Xayr, janob Duko. Nega oddiy savolga javob bermayapsan? Fartingdale xonim yoqimtoy ekanmi? Ehtimol. Kimga qanday? Harper, uni ko'rdingmi? Ha, albatta. Ozg'in, qomati chiroyli. O'zingiz bilasiz-ku. Bilasanmi, Harper, menda ajoyib Irlandiya Salamanka sharobi bor. Yana bir og'iz gapirsang o'zingdan ko'r, Harper. Mayli, o'lguday mast bo'laman. Sizga buni aytganim uchun Xudo meni kechirsin. Uni olib kelish uchun yana qachon qaytib borasan? Kim meni qaytib boradi dedi? U haqda gapirmayapsan, demak qaytib borasan. When are you going back for her? Who says I'm going back for her? You do by not speaking about her. Zulmatda yolg'iz gul kabi xazon bo'lyapman. Pat, bu aynan men va Tereza haqida aytilgan.
Janob, ma'lumotnoma. Fartingdale xonimni olib kela olmaganimiz uchun kechiring. Hozir Fartingdale xonimdan tashvishlanma. Asosiysi Jukodek itvachcha qayerdaligini oshkor qilding. Barakalla Sharp. Juko juda xavfli odam. Shaxsan Bonapart u bilan maslahatlashadi. Juko bor joyda iflos ishlar bo'ladi. Shimolga hujum qilish uchun Juko kuzatib yurganini his qilyapman. Janob, bu aniq emas u. Hozir Fartingdale xonimni qutqarishni o'ylashimiz kerak. Soat 6da Wellingtonning chodirida uchrashamiz. Janob Avgust ham o'sha yerda bo'ladi. U ma'lumotlar yozma ravishda bo'lishini istaydi. Otliqlarmi? Yo'q. Raketachilar. Ha, ko'rdim. Ammo otliqlarga o'xshaydi. Ularni qorong'uda otliq askarlar desa ham bo'ladi. Otliq askarlar? Yo'q, janob. E'tiroz bildiraman. Biz raketachilarmiz. Otliq askarlar. Yo'q, raketachilarmiz. Bizga faqat raketa uchirishni o'rgatishgan. Otxonaga o'q uzishimizni ko'rasizmi? Yo'q. Ertalab deyarli nishonga tekkizdik. O'zim mo'ljalni to'g'riladim, janob. Hammasi tayyor. Tayyorlaning! Yo'q. Tayyorlaning! Yo'q. Yo'q. Ey Xudo. Bizga boshqa usulni o'rgatasizmi? Janob Sharp. Ha, sizga boshqa usulni o'rgataman. Xotirjam bo'ling. Raketachilar, o'qlang! Sharp. Uni olib kela olmadingiz. Polkovnik, bunda kapitan Sharpning aybi yo'q. Bunga ishonishni istayman. Sharpni rafiqamni olib kelish uchun jo'natgandik. U bo'lsa topshiriqni uddalay olmadi. Lissabonda boshqarmadagilar sababini bilishni istaydi. Buning uchun siz ham javob berasiz. Ikkalamiz javob beramiz, janob Avgust. Ispaniyani yo'qotganimiz uchun ham javob beramiz. Bu bilan nima demoqchisiz, mayor Nerin? U jihatga to'xtalaman. Birinchisi, Adrados haqida. Biz tog' qaroqchilari bilan to'qnashamiz deb o'ylagandik. Biroq Sharpning ma'lumotiga ko'ra u yerda kichikroq qo'shin bor ekan. Ko'pchiligi ingliz askarlari kiyimida. Ular ispan fuqarolarini o'ldiryapti. Bu esa ispan ittifoqdoshlarimizni tahlikaga soladi. Ikkinchisi, aytishlaricha tog'dagi qaroqchilar mazza qilib yotishibdi. Yegulik, ichimlik mo'l, hech qanday harbiy mashg'ulot, tarbiyaviy jazo yo'q. Siz ham o'sha yerga qochib ketmasmidingiz? Men esa ketardim. Jangchilar qochmaydi, bo'lmagan gap. Ahmoq bo'lmang, janob. Intizom bilan beboshlik orasi bir qadam. Polkovnik, meni diqqat bilan tinglang. Siz uchun nima ahamiyatli? Fransuzlar uchun inqilob, erkinlik. Parlamentda o'tirgan partiya a'zolari uchun istaganini qilish, oddiy askar uchun boshqalarga tupurish oddiy hol. Ammo men va Bonapart uchun intizom muhim. Biz siyosiy partiyalar emasmiz. Agar jamiyat intizomga rioya qilmasa, insonlar qo'shnisini dushanbada sevib, seshanbada o'ldirishlarini bilamiz. Bu qochoqlarni yo'q qilmasak, qo'shinimni Bonapartdan oldin ular yakson qilishadi. Shuni aslo unutmang, janob. Uchinchisini gapiring, Nerin. Qani boshlang. Uchinchisi, Sharp aytdi. Polkovnik Jubretonning aytishicha ularni mayor Duko boshqarar ekan. Duko juda yaramas odam, janob Avgust. Siz qayerdan bilasiz? Bizning vazifamiz deyarli bir xil, janob.
Nega Dubreton Duko haqida sizni ogohlantirdi? Dubreton vatani va rafiqasiga sadoqatli. U Fransiyaga xiyonat qilmaydi. Ammo Duko uni rafiqasini xavfsizligini o'ylamay, Adradosga hujum qilishidan qo'rqyapti. Duko hujum uchun emas, tajovuz uchun ayg'oqchilik qilyapti. Tajovuz? Ular qo'shinlarining katta qismini Adradosga go'yo bosqinchilarga qarshi kurash uchun jo'natadi. Lekin ularning asl maqsadi Adradosni egallab Portugaliyaga yo'l ochish. Agar fransuzlar qaroqchilarga hujum qilishsa, ular garovdagilarni o'ldirishadi-ku. Dukoni garovdagilar qiziqtirmaydi. Adradosni undan avval egallashimiz zarur. Agar askarlarimizni u yerga jo'natsak, qaroqchilar rafiqangizni o'ldirishadi. Uzr, janob Avgust. Bu sizni aybingiz emas, ammo inson fe'li siyosatchilar o'ylagandek emas. Londonda aybingizga iqror bo'lishga to'g'ri keladi. Ular nima deyishlarini bilasiz-ku. Lapashang Fartingdale rafiqasini o'g'irlab ketishlariga qanday yo'l qo'ydi? Janob, meni tushundingizmi? Nima taklif qilasiz? G'oyani Sharp taklif qiladi. U qutqaruv reja ishlab chiqqan. Bu xatarli, ammo ish berishi mumkin. Ayollarni ibodatxonada ushlab turishlarini qayerdan bilamiz? Polkovnik Dubretonning rafiqasi ingliz. Undan ahvolini so'raganimda, zimistonda yolg'iz gul kabi xazon bo'lyapman dedi. Bu Alexander Pope'ning Eliza va Abilar asaridan. Gul kabi xazon bo'lyapman. Ibodatxonada zimistonda yolg'iz yasholmayapman. Juda ajoyib. Shunday emasmi? Podachilarning aytishi bo'yicha ibodatxonada bolaxona ayvoni bor. U yerda rohiblar uxlar ekan. Agar biz yaxshi qurollanib bu bolaxonani egallasak, zarbdor bo'linma kelguniga qadar ayollar xavfsizligini ta'minlaymiz. Albatta, siz ham janob Avgust ortimizdan asosiy qutqaruv guruhi bilan borasiz. Albatta, qutqaruv guruhini o'zim boshqaraman. Lekin Sharp, vazifangiz nimadan iborat? Guruhni kapitan boshqarmaydi, faqat mayor boshqaradi. Qoida shunaqa. So'z bering. Guruh boshqaruvchisi mayorni qo'llaysizmi? Albatta, janob. Mayor Nerin, Sharpga taalluqli bo'lgan shahzodaning xatini o'qib bering. Shahzodaning Sharpni Lissabonda bo'lmasa ham London saroyida do'stlari borga o'xshaydi. Sharpni Talaver jangida imperator burgutini qo'lga kiritganini va uni muvaffaqiyat qozonganini shahzoda kuzatgan shekilli. O'qing, Nerin. Tangri marhamati ila birlashgan Buyuk Britaniya qirolligi va Irlandiya qiroli va hokazolarning bizning ishonchli va sevimli Richard Sharpga tabrigi. Ma'lumingiz bo'lsin-kim, biz sizni Portugaliya va Ispaniyadagi qo'shinga mayor etib tayinlaymiz. Tabriklayman sizni, mayor Sharp. Albatta, bo'lg'usi mayor sifatida guruhni boshqarishingiz mumkin. Polkovnik, endi hammasi joyidami? Albatta, shahzoda hukmini muhokama qilishga haqqim yo'q. Ammo shunday muhim va qiyin vazifa topshirilgan bu mayorning soat olishga ham qurbi yetmaydi. Menikini ishlatib turishingiz mumkin. Keyin qaytarishni unutmang. Tushundingizmi? Janob, ketishga ruxsat eting. Qanday qilib Adradosga yashirin kirmoqchisiz? U yerga bayram arafasida kirmoqchiman. Ajoyib fikr. Ular barchasi o'lguday mast bo'lishadi. Janob, zarbdor guruh nima bo'ladi? Kapitan Frederikson boshchiligidagi 60-o'qchilar bo'linmasi Kunbotargacha kelishadi. Janob, Teresa Moreno bizni daryogacha kuzatib qo'yadimi? Yo'q, Nerin uni chegaralarini tekshirish uchun shimolga jo'natadi. Shuning uchun hozir u bilan xayrlashing. Sharp, siz bo'shsiz. Xo'p, janob. Xavfli operatsiya, shundaymi? O'qchilar, to'xta! Seni yangi odamlaring. O'qchilar, to'xta!
Chapga! Serjant, ularni o'zing tekshir. Seni sevaman. Tangrining ularga rahmi kelsin. Bu bechoralar janob Sharpni bilishmaydi, to'g'rimi, serjant Harper? Ha, bilishmaydi, Cooper. Ular janob Sharp Wellingtonning hayotini saqlab qolganini ham bilishmaydi. Ha, Hegman, bilishmaydi. Ular janob Sharp 30 soniyada 3 ta otliq askarni otganini ham bilishmaydi, serjant Harper? Albatta bilishmaydi. Ular janob Sharp miltiq tepkisi zanglagani uchun yigitlarni otganini ham bilishmaydimi? Yo'q, Hegman. Bilishmaydi. Ular janob Sharp tugmasida gard bo'lgan zobitni otib tashlaganini ham bilishmaydi. Sharpning aytishi bo'yicha, yaxshi askar bo'lish uchun nimalarni bilish lozim? Eslating, serjant. Janob Sharpning aytishi bo'yicha, yaxshi askar har qanday ob-havoda 1 daqiqada 3 ta o'q uzishni bilishi lozim. Buni yodda saqlash kerak. Sekin yigitlar, ana u kelyapti. Haqiqiy iblis. Yigitlar, miltiqlar yelkaga. 60-o'qchilar jangga tayyor, janob. Miltiqlar oldinga. Yigitlaring yuvinmagan va taranmagan. Bu yaxshi ko'rinish emas. Isming nima? Kapitan Frederikson, janob. O'zingni oqlay olasanmi? Yigitlar yuvinmagan bo'lsa ham, miltiqlari toza, janob. Nega jilmayapsiz? Kechirasiz, shunchaki janob. Jilmayish uchun sabab bo'lishi kerak. Isming nima? Rosner, janob. Yaxshi askar nimalarni bilish kerak? Yaxshi askar har qanday ob-havoda 1 daqiqada 3 ta o'q uza olishi kerak. Nega kulyapsan? Kulganim yo'q, janob. Miltiq o'qi jag'imni shikastlagan. Tishlarim ham suniy. Jag'im umrbod shunday bo'lib qoldi. Sochim ham suniy. Otning yolidan. Frederikson, yaxshi askar nimani bilish kerak? Janob, o'zingdan unvoni baland zobitlar bema'ni savol berganda jim turish kerak. Sen hech nimadan qo'rqmaysanmi? Yo'q, men o'z burchimni bajaryapman. Buni yaxshi uddalayapsan. Erkin Frederikson. Oralaringizda yaxshi mergan kim? Taylor, janob. Xo'sh, Taylor. Shiling tikaman. Yangilar maxsus topshiriq jangchilaridek o'q uza olmaydi. Perkins, bosh kiyimingni ber. Taylor, tayyorlan. Bo'lishi mumkin emas. Perkins aynan Taylor tekkizgan joyga tekkizdi. Frederikson, to'g'risini ayt. Orqangdan yigitlar seni kim deb chaqirishadi?
Yoqimtoy William. asilmedia.net taqdim etadi. Came down to tie her garter, tie it a little and bow her knee. If my Yo'q. hand should slip a little farther, Yo'q dedim. Nega men ayollar kiyimini kiyishim kerak? Haris kiysin. Uni qomati chiroyli. Yo, Harisning qomati to'g'ri kelmaydi. Nega doim men? Janob, kiymayman. Qimirlama. Raketalarimizning poriqlarini o'g'irlab ketishdi. Bizni bu yerga aldab olib kelishdi. Shikoyat qilaman, janob. Yoki shunday bo'ladi, yoki ayollar kiyimini kiyishga rozi bo'lasan. Bu askarga yarashmaydigan ish. Agar senga yoqmasa borib qorovulda tur. Bor. Qani qizaloq. Tashvishlanmang, Fartingdel xonim. O'zingizni ko'rsatish uchun hali vaqt bor. Yigitlar, yana bitta o'rdakchani xohlaysizmi? Sharp kelishi bilan ularni kallasini uzamiz. Seni pastga olib tushamiz, bayramga quvonch qo'shasan. Qotil. Soat 6da tayyor bo'linglar. Xo'p, janob. Bayramingiz bilan omad tilayman. Perkins, ko'ylaging etagini ko'tar. Bu Ramonaning eng yaxshi yagona ko'ylagi. Ey yigit, bizga qarashib yubor. Kelayotgan kim? Seni taniyman. Otliq askar Kellisan. Talaver jangida fransuz otliq askarni o'ldirganding. Ular meni jazolashganda bu haqda eslashmaganda. Ha, men seni tanidim. Shundaymi? O'taveringlar. Kelli, bizga qo'shilishni istaysanmi? Rahmat, janob.
Bu uchun kim nima beradi? Nima berasizlar? O'tinglar. Kuper. Dubritan xonim. Kapitan Sharp, Qo'rqmang xonim. Kuper sizni bu yerdan olib chiqadi. mendan tashvishlanmang. Izabellani oldiga boring. Harper, Hegman bilan Harrisni qorovullikka qo'y. Qolganlar damini olsin. Izabella, Richard, kechiring. Men sizni yigitlarim shu yerda. Kam bo'lsa ham tonggacha sizni himoya qilishadi. nima? Tongda nima bo'ladi? Tongda zarbdorlar guruhi keladi va sizni bu yerdan qutqaramiz. Seni ko'rganimda hammasi yaxshi bo'lishiga ishongandim. 3 yil mobaynida deyarli o'zgarmabsan. Birgina unvonim oshdi. Aytchi, qanday qilib shunday muhim amaldorni rafiqasi bo'lishga erishding? Gerts tanishim edi. Janob Avgust meni sevib qoldi. Keyin Gerts meni qarindoshim deb unga turmushga berdi. Yengiltak ayoldan gertsoginaga aylandingmi? Janob Avgust olifta odam. Meni yaxshi bilganda ancha kech bo'lgan edi. Noiloj endi bu sirni saqlashga majbur. Seni nega Ispaniyaga olib keldi? Yashirish uchun. Bu yerda ko'p savol berilmaydi. Tonggacha qancha vaqt bor? Uch soat. Bu soat erimniki. Ha, menga vaqtincha berdi. Senga vaqtincha yana boshqa narsa bermadimi? Masalan, buni burch deyishing mumkin. Gapir. Javobingni kutyapman. Meni xotinim bor. Bilaman, ammo u bu yerda emas. Axloq qoidalaring yo'qmi? Volterni asarini o'qidingmi? Ha. U mergan o'qchilar haqida yaxshi yozgan. More sensible about morals. Voltaire says, I have no morals, yet I'm a very moral person. And that's how I think I am. That's how I think you are too. Ular nimanidir reja qilishgan. Shu yerda qolib hammasini aniqlashim kerak. Sen janubga, sharqning yoniga borib, fransuzlar guruhi Adrados tomon boryapti deb ayt. U qanday bo'lmasin qishloqni janob Avgust qo'shimcha kuchlar bilan borguncha ushlab turish kerak. U qancha dushmanga qarshi jang qiladi? Kichikroq qo'shin. Men to'g'ri aytibman. Bu shahar muhim ahamiyatga ega joy. Demak, tonggacha qaroqchilar bilan jang qilsa, kun botarda fransuzlar bilan uchrashar ekan. Janob Avgust yetib borgan taqdirda ham kuchlar 10 ga 1 bo'ladi. Seni quloqlaring menda bo'lganda edim, Maktuf. Bu la'nati Jukon nimani rejalashtirganini bilardim. Rafiqangizni unuting.
Fransiyani o'ylang. General Shomye ham fikrimga qo'shiladi deb o'ylayman. Albatta fikringizga qo'shilaman. Rafiqamni qutqarish uchun oxirgi marta imkon bering. Vaqtni behudaga yo'qotyapmiz. Hujum qilishimiz kerak. Jubreton xonim maftunkor ayol. Ehtimol Jubretonga rafiqasini qutqarishi uchun 2 soat muhlat berganim yaxshidir. Foydasi yo'q. Uni baribir o'ldirishadi. Afsus, u mening rafiqam emas. Xayr, Jubreton. O'toch! O'toch! O'qlang! Tayyorlaning! Ortimdan! Ortimdan! Maxsus topshiriq jangchilari. Nimalar bo'lyapti? Men 1 soat oldin darvozani yopgandim. Barakalla. 1, 2, oldik. O'toch! O'toch! Hujumga! Taslimman! 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 Ko'nglim xotirjam, janob. Sen maxsus topshiriq jangchisisan. Hexil Izabellani olib qochdi. Sharpning xotinchasi, qurolni tushir, yo'qsa Fartingdel xonimni kallasidan otaman. Himoyalaning, o'ldiring uni. Miltiqni tushir.
Agar Fertingdel xonimni o'ldirsang, seni Sharpni qo'liga topshiraman. Yaxshisi sizga taslim bo'laman, janob. Meni nima qilsangiz qiling. Faqat Sharpga topshirmang. Kelishdik. Sharp qayerda? So'z bering, janob. So'z bering, janob. Ha, o'zim seni bir yo'qlik qilaman. Yaramas. Yigirma nafar halok bo'lganlar orasida ham Heksvil yo'q. Izabella ham yo'qoldi. Tribunal men uchun eng yengil jazo bo'ladi. Mardonavor jang bo'ldi. Siz uni yaxshi uddaladingiz. Oliftaning ustidan siz shikoyat qilishingiz kerak. Sharp, rafiqam qayerda? Janob mayor Narn. Afsusdaman, Sharp. Teresa? Don't go. Teresa, Seni sevaman. Senga qizimizni qoldiraman. Endi ketishim kerak. o'tinaman. Iltimos, meni tashlab ketma. Sen hech qachon men qiladigan ishga qarshi bo'lmading. Shuning uchun seni qattiq sevdim. Iltimos, meni qo'yib yubor. Richard, meni ozod qil. Iltimos. O'tinaman. Hamdardman, janob. Rafiqangizni mana bu odam o'ldirdi. Yolg'onchi, o'g'ri, zo'ravon, qotil. U odam emas. Uni olib keting. Sara. Hammasi yaxshimi? Juda yaxshi.
Mayor Zyuko, general Shomening shaxsiy maslahatchisiman. Menda Adrados guruhi boshlig'iga maktub bor. Mayor Sharp siz bilan gaplasha olmaydi. Hozir uning xotinini o'ldirishdi. Qanday maktub? General Shomyening tabrigi. Adrados qishlog'idan chiqib ketish uchun sizga 1 soat vaqt berildi. Mayor Sharp o'ziga kelganda gapingizni yetkazaman. Minnatdorman, janob Zyuko. Mayor Sharpga hamdardlik bildirardim-u, ammo bunga haqqim yo'q. Chunki Tereza fransuzlarga qarshi kurashgan ispan ayoli. Xayr, janob. Ko'rishguncha. Murojaatim general Shomyaga shuki, biz o'lgunimizcha jang qilamiz. Mayor Sharpni shu o'zida emas. Biz son jihatdan sizdan 10 barobar ustunmiz. 1 soat ichida qishloqni tark etmasangiz, keyin hech qanday shart muhokama qilinmaydi. O'zbek tilidagi tarjima filmlarini tomosha qilmoqchimisiz? Unda asilmedia.net saytiga tashrif buyuring. O'lgunimizcha jang qilamiz. Bu yerda men buyruq beraman, Mayor Sharp. Shartingizni hoziroq muhokama qilamiz. Janob, rafiqangiz xulqi yomon ayol bo'lgan. Men oldindan bilardim. Agar bu oshkor bo'lsa, siz nafaqat butun Lisabonda, Londonda ham sharmanda bo'lasiz. Shuning uchun hozir keting bu yerdan. So'z beraman. Hech kimga bu haqda og'iz ochmayman. Ammo men uni sevaman. Siz iflos, yolg'onchi odamsiz. Oxirigacha jang qilamiz. Polkovnik Dubreton. Mayor Sharp taslim bo'lishni istamas ekan, rafiqangiz uchun o'zimizni kamsitmaymiz. Xonim. Rahmat, janob. Menda otlar, piyoda askarlar va zambaraklar borligini general Shomyaga yetkazing va Walterni gaplarini eslating. Tangri katta qo'shinga emas, mergan o'qchilarga yordam beradi. Fransuzchani bilmayman degandingiz. Yolg'on gapirgandim. Fransuzchani xotinim o'rgatgan. U menga ko'p narsalarni o'rgatdi. Xayrlashishni ham. Bir kun sen bilan ham xayrlashaman. Albatta. Sharp, 100 ta piyoda askar bor. Ot va zambaraklar qani?
O'qchilar, tayyorlaning. O't och. Qurollarni tushiring. O'qchilar! Chapga! Ingliz mayori Walterni o'qirkanmi? Ha, u juda ham aqlli. Ko'ryapsizmi tepalikka u xotinini qanday dafn qildi? Bu bilan bizga taslim bo'lgandan ko'ra uni yoniga dafn qilinganim yaxshi demoqchi. U bizni qo'rqitish uchun ataylab shunday qilyapti. General, uni bor yo'g'i 100 ta odami bor. Kechirasiz, general. Uni piyoda askarlari, otlari va zambaraklari bor. O'zi shunday degandi, to'g'rimi, azizim? Ha, shunday degandi. U aldadi. Men otliq askarlarni ham, zambaraklarni ham ko'rmadim. Biz kabi Duko. Shunchaki ayg'oqchilar bo'linmasimiz. Menda faqat piyoda askarlar bor, ammo otlar va zambaraklar yo'q. Jiddiy qarshilik ko'rsatishgan taqdirda qo'limda chekinish to'g'risida buyruq bor. Menda esa yangi yilgacha qishloqdan inglizlarni siqib chiqarish to'g'risida Parijdan kelgan buyruq bor. Vaqtni yo'qotmay hoziroq hujumga o'tishni buyuraman. Mayor Duko, inglizlarda otliqlar va zambaraklar yo'qligiga kafolat bersangiz, hujumga o'tishga tayyorman. Ammo bu menga yozma ko'rinishda kerak. Albatta, general. Barcha javobgarlikni o'z zimmamga olaman. Albatta menga mukofot beriladi. Yaşasın imperator! Yaşasın imperator! Yaşasın imperator! Birinchi qator! Tayyorlaning! Qatorga hujum qilishda no'xatlarni bittalab alohida sanchqi bilan olish qiyin. Shuning uchun ularni mana bunday to'dalab keyin yeymiz. Ana shunday. Marhamat. No'xatlaringizni mayor Sharp qanday to'dalab oladi? Otliq askarlar. Biroq Dukoning aytishicha, uning otliq askarlari yo'q. Otliq askarlar! Ey xudoyim! Otliq askarlar! O'toch! O'qla! Janob Geliant. Raketa zambarakchilar, hujumga shaylaning! O'toch! O'toch!
Qochib qol! Yoqimtoy William. Yaxshi o'qqa tutding. Barakalla, janob Gilliant. Bir kun portlovchi raketalaring oygacha yetishiga ishonaman. Rahmat, janob. Kapitan, Barakalla. Meni o'ldira olmaysiz. O'ldira olmaysiz. O'ldira olmaysiz. Oyi, oyijon. Oyi, oyijon. Oyi. Though I may travel far from Spain, a part of me shall still remain. For you are with me night and day, and over the hills and far away. O'er the hills and o'er the main, through Flanders, Portugal and Spain. King George commands and we obey, over the hills and far away.